Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda ofitsiantlar uchun mo'ljallangan JetCafe ofitsiant dasturi bilan ishlashni o'rganamiz. Dastlab bazada mavjud biror bir ofitsiantning PIN kodini kiritib olamiz. Mana biz ofitsiant 2 sifatida kirdik. Endi esa zakaz olish uchun biror bir stolga kiramiz. Bu yerda dastlab zakazlarni qabul qilib olamiz hamda ularni saqlaymiz. Zakaz saqlanib qilingan paytning o'zida u bo'yicha chek sexdagi printerdan chiqadi. Agarda qaysidir ovqatni atmay qilish kerak bo'lib qolsa, dastlab uni belgilaymiz, misol uchun lavash. So'ngra izmini tugmasi orqali buni amalga oshirishimiz mumkin. Agarda bu bo'yicha ruxsat roli и пользователь sozlamasida ofitsiantlar uchun berilmagan bo'lsa, ofitsiantlar qabul qilingan zakazlarning miqdoriga o'zgartirish kirita olishmaydi va bunda ularda mana bunaqa oyna ochiladi. Va bunda faqatgina atmin qilish ruxsati berilgan foydalanuvchining PIN kodini kiritish orqaligina mahsulotni atmin qilishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, hozir kasserni PIN kodini kiritdik va bu yerdan uni atmin qilishimiz yoki miqdorini ko'paytirishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda uni 0 qilib belgilab qo'yamiz hamda saqlanay tugmasini bosamiz. Va bunda asosan kasserlar bu funksiyadan foydalanishlari mumkin. Aynan shu sababli boya biz kasserning PIN kodini kiritdik. Zakaz to'liq qabul qilingach, bu oynadan chiqib ketamiz hamda boshqa bir ofitsiant sifatida qayta kiramiz. Ko'rib turganingizdek, ofitsiant 2 zakaz qabul qilingan stol qizil rangda turibdi va biz hozir ofitsiant 3 sifatida kirganmiz va bu ofitsiant orqali qancha urinsak ham bu stolga kirib bo'lmaydi. Endi esa ofitsiant 3 orqali boshqa stolga kiramiz. Bu yerdan ham zakaz berib ko'ramiz. So'ngra uni saqlanib qilamiz. Bu yerda shuningdek kommentariy hamda klient degan tugmalar ham mavjud. Kommentariy qismiga esa ushbu zakaz bo'yicha qo'shimcha ma'lumot kiritishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, tezkor yetkazish. Bu yerda hamma o'zi xohlagan kommentariyani kiritishi mumkin bo'ladi. So'ngra bu yerni saqlanib qilamiz. Klient qismiga kirganimizda esa unga tegishli ba'zi ma'lumotlarni kiritishimiz ham mumkin bo'ladi. Agar yangi klient ma'lumotlarini kiritmoqchi bo'lsak, buning uchun dastlab plyusni bosamiz hamda bu yerda uning ma'lumotlarini kiritamiz. Masalan, uning ismi hamda telefon raqami. Shuningdek, uning yashash manzili, tumani haqidagi ma'lumotlarni ham kiritish mumkin, lekin bularni har doim kiritish shart emas. So'ngra bu yerni saqlanib qilamiz hamda Vibrate tugmasini bosamiz. Mana u paydo bo'ldi. So'ngra zakaz bo'yicha prechek chiqarganimizda u mana shu ko'rinishda bo'ladi va klient ma'lumotlari ham kiritilgan bo'ladi. Agar buni o'chirmoqchi bo'lsak, klientga o'tib, Ubratni bosamiz. Mana klient qismi bo'sh qoldi. Odatda bu funksiyadan har doim ham foydalanavermaymiz. Ba'zida maxsus mehmonlarimiz yoki tanishlarimiz kelganda, shunda ham ular to'g'risidagi ma'lumotlarni qo'shish zarur bo'lsa, bundan foydalanishimiz mumkin. Klient tugmasining yonida mana bu belgi mavjud. Uni bosib, obsluživание foizini olib tashlashimiz yoki klientni boshqa stolga o'tkazishimiz mumkin. Lekin bunda bu funksiyalar bo'yicha ruxsat berilsagina foydalanuvchi bulardan foydalanishi mumkin. Hozirda ofitsiantlar uchun bu ruxsatlar berilmagan, shuning uchun ham ulardan foydalana olishmaydi va bunda bu funksiyalardan foydalana oladigan foydalanuvchining PIN kodi so'raladi. Shuningdek, bu yerda oplata tugmasi mavjud emas, chunki biz hozircha ofitsiantlar uchun bu ruxsatni belgilamaganmiz. Bunda asosan kasserlar oplata qilishadi va ular JetCafe asosiy dasturi orqali yoki shu ofitsiant dasturining o'zidan ham oplata qilishlari mumkin bo'ladi. Buning uchun hozir bu yerdan chiqamiz va kasser sifatida qayta kiramiz. Ko'rib turganingizdek, kasser uchun mana bu ruxsatlar belgilangan. Shu sababli ham u band qilingan stollarga kira oladi va shuning uchun ham ular sariq rangda, qizil rangda emas. Endi esa stolga kirib oplata qilib chiqamiz. Chek esa mana shu ko'rinishda chiqadi. Shu tariqa JetCafe ofitsiant dasturidan foydalanish mumkin bo'ladi. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.